Assalamu alaikum, aziz dostlar. Hammanglarning mush vaqtinglar xayrlik bo'lsin. Hammanglarga xayrliklarni tilayman. Millatimizga har zaman xayrliklarning bo'lishini tilayman. Bugun 2024-yil 4-oyning 14-kuni 20-asr tarixida o'tgan bizning buyuk rahbarlarimizdan biri. 1944-1949-yillargacha bo'lgan Sharq Turkiston Jumhuriyatining rahbari, ya'ni Alixon To'ridan keyingi rahbari, Milliy ozodlik inqilobining rahbari, Sharq Turkiston mustaqillik inqilobining rahbari Ahmedjon Qosimiy tug'ilganligining 110 yilligi xotir kuni. Mush munosabat bilan men Ahmedjon Qosimiy zaten kim? Bu odam kim bo'lgan? Bu odamning orzu armonlari, nishoni, maqsadi, ko'zlagan orzulari nima bo'lgan? Ahmedjon Qosimiy zaten kim degan mush uzundan buyon ko'p odamlar tarafidan qo'yilib kelgan mush savolga bir javob berib, mush savol atrofida to'xtalib o'tmoqchi. Albatta Ahmedjon Qosimiy kim degan bu savol doim tug'iladi. Garchi Ahmedjon Qosimiyning kim ekanligini Uyg'ur xalqi toki shu 45-yildan tortib, ya'ni 80 yildan tortib bilib kelayotgan bo'lsa-mu, lekin bugungacha toki hozirgacha Ahmedjon Qosimiy kim degan savol izchil qo'yilib kelmoqda. Ba'zilar Ahmedjon Qosimiyning kimligi haqida har xil so'z iboralarni aytmoqda. Albatta Ahmedjon Qosimiyninki kimligiga, kim degan bu savolga javob berib, u vaqtda xalqimizning ko'ngliga, xalqimizning diliga azor beradigan, xalqimizning qon to'kib janglarni qilib qurgan Sharq Turkiston Jumhuriyatini inkor qiladigan, xalqimizning ozodlik ko'rishida o'zininki doiy sifatida tikilgan bir arbobiga daxl tariz yetkazadigan, uning obrazini to'kadigan gap so'zlar o'ttirg'a chiqyapti albatta. Bu albatta Ahmedjon Qosimiyning kimligiga berilgan javob emas. Ahmedjon Qosimiyning kimligiga, kim ekanligiga xalq, Sharq Turkiston xalqi, Uyg'ur xalqi 1945-yildan toki 1949-yilgacha uning rahbarligida Milliy ozodlik inqilobi ilib borgan vaqtida javob berib bo'lgan. Xalq shu vaqtida o'zining doisi sifatida, o'zining suyumlik rahbari sifatida uningga agishib, uning resimlarini ko'tarib, Sharq Turkiston xalqining Milliy ozodlik inqilobining doisi, bizning suyumlik rahbarimiz, qadrdon rahbarimiz Ahmad apandim, Ahmedjon Qosimiy deb uning oqisidan agashgan. Ahmedjon Qosimiy 1949-yil 11-oyninki 1-kuni G'ulji shahrida Ahmedjon Qosimiy o'ldi degan xabar xalqqa yetkazilgan chaqda butun G'ulji shahri qon yig'ilgan. Butun G'ulji shahrida yig'ilmagan, yig'izori qilmagan bir odam qilmagan. Kichik bolalardan tortib 70-80 yoshlik boylargacha Sharq Turkiston armiyasining nini janglarni boshdan kechirib, o'limlardan saqlagan g'ozillargacha, Sharq Turkiston armiyasining komandir, ofitser, qo'mondonlarigacha, Sharq Turkiston hukumatining ma'rif, madaniyat, iqtisod, san'at, adabiyot hamma sohasida xizmat qilgan har sohadagi kadrlargacha, ko'chada hatto savdo tijorat bilan shug'ullanadigan odatdagi baqqolgacha Ahmedjon o'ldi degan xabarni anglab, ishonmagan, quliqiga ishonmagan, savollarni qo'ygan, yig'izor qilgan. G'ulji shahri uda haftalab yig'izor bilan to'lgan. Uyg'ur xalqining 20-21 asr tarixida mundaq bir odam o'lsa, bir odam uchun butun shahar, butun xalq, butun odam, insonlar yig'ilgan bir tarix bo'lib boqmagan. Bu faqat Ahmedjon Qosimiyga mansub bo'ldi. Mana mushuning o'zi Ahmedjon Qosimiy kim degan savolga beriladigan eng yaxshi, eng to'g'ri javob deb qarayman. Demak, buning o'zi xalqimizning buningdan 80 yil ilgari 1949-yil Xitoy kommunistlari Sharq Turkistonga besib kirib, Sharq Turkistonni ishg'ol qilib, uning o'zining hukmronlik ostiga olgandan boshlab xalq Ahmedjon Qosimiy uchun ana shunday yig'lab, Ahmedjon Qosimiyning kimligiga javobni berib bo'lgan. Shuning bugungi kunda Ahmedjon Qosimiyning kimligiga har xil so'z iboralar bilan javob berguchilar faqat men o'lsam kimlar yig'laydi, qanchadan yig'laydi degan savolni o'ylashib baqsa bo'ladi. Demak, xalq bekor yig'lamagan. Demakki, endi Ahmedjon Qosimiyning endi hayotining tafsilotini olsak,
Ahmetcan Qasimi 1914-yılı 4 ayının 14 günü G'ulji şehri tug'ilgan. Ahmetcan Qasimini ba'zilar Yerkat tug'ilgan, hozir Qozog'istondagi Yerkat, Yarkan shahri tug'ilgan deb qaraydi. Yana ba'zilar yana boshqa joyda tug'ilgan degichilarmi bor. Hatto Ahmetcan Qasimining tug'ilgan yili haqida ba'zida 1913-yili degan gaplarmi bor. Ba'zida 15 deganimi bor. Ahmetcan Qasimining hatto yeshimi yeshi haqida bir qancha xil uchurlar bor. Hatto Ahmetcan Qasimining dushmanlari Sharq Turkiston Uyg'ur xalqining dushmanlari bo'lgan Gomindan Xitoy mustamlikchilarmi ayni vaqtda Ahmetcanning kimligiga javob berish uchun Ahmetcan Qasimining kimligi haqida har xil gap so'zlarni taqatgan. Ahmetcan Qasimini Sovetning jasusi degan, O'risning g'olchilari deb gap taqatgan. Buni ayni vaqtdagi Sharq Turkiston xalqi bilan qarama-qarshi jang maydonida uning bilan kurash qilib, uning mustaqilligini bermayman, ozodligini bermayman, uni mangu qo'l qilaman degan shu vaqtdagi Xitoy mustamlikchilari. Ya'ni Ahmetcan Qasimi o'zi Xitoy mustamlikchilari degan atalg'ini boshdan oyoq ishlatgan. Xitoy mustabidlari, Xitoy mustamlikchilari degan. Demak, Ahmetcan Qasimi Xitoy mustamlikchilari deb atagan ana shu mustamlikchilar Ahmetcan Qasimini ana shunday haqorat so'zlari bilan, har xil nomlar bilan 46-yildan boshlab o'zining gazetlarida, matbuotlarida odatdagi jasus xoinlar orqali gap so'z so'chaklarni taqatgan. Lekin shundoq bo'lsin, Ahmetcan Qasimining obro'yiga hech qachon daxl taruz yetkazolmagan bular. Chunki u dushmanning og'zidan chiqqan so'zlar hech qachon u natijaga erisholmaydi. Ahmetcan Qasimi 1914-yil 4-ayning 15-kuni G'ulji shahrida tug'ilgan. Kambag'al bir oilada tug'ilgan ekan. Bovisining ismi Mahmud, dadasining ismi Nadir. Dadasi bir mundaq qilgan chaqda odatdagi bir qo'l hunarvan, ba'zi bir manbalarda satrashlik qilib jon boqadigan bir kishi deb qaraladi. Yana bir manbalarda u kishi asosli xatmi qilish bilan, ya'ni kichik bolalarning xatmisini qilish bilan shu dang chiqargan. Anadan boshqa yana u odam nayti shu vaqtdagi ko'zi ko'ringan bir xalq sozandasi bo'lib, xalq muzikanti. Xalq ichida naqsh aytish, muqomlarni aytish va boshqa jihatlarda nayt obro'yi bo'lgan, hatto yaxshi bir chaqchaqchi bo'lgan bu kishi dadasi Nadir. Bovisining ismi Mahmud. Ammo 1921-22-yillar oralig'ida bu Qo'rg'osqita shu vaqtda Suydingda endi bir boyninki shu bolasining xatnisini qilish munosabati bilan shu yerga berib, shu yerdagi bir o'ltirishda shu muzikalarni chelib bir qancha kun bir mehmondorchiliklarni bo'ldi ekan, ammo bu kishini ko'ranmay, bu kishining peyig'i tushgan shu vaqtida bir qora niyat bir odamlar tarafidan pichoq silinib bir o'ltirilib o'tish voqeasi bo'lgan. Shuning bilan Ahmetcan Qasimi taxminan 6-7 yoshida dadasidan yetim qolgan. Ahmetcan Qasimi demak 6 yoshlar, balki 7 yoshlarda dadasidan yetim qilib, onasi yana bir singlisi bor, o'zininki ikkisi. Shu onasininki o'zining ayrim tarbiyalashdi qolgan. Bu oila G'ulji shahrida intayin ig'ir jafoliq kunlarni boshdan kechirgan. Onasi Sharvanam bu bolalarni beqish uchun kishilarning kirisini yuvish, uylarida nonlarni yeqib berish qatorliq har xil ishlarni qilib, mushu bolasini, ikki bolasini tarbiyalashga butun kuch sarf qilgan. Demak, nayt qiyinchilikda o'tgan desak bo'ladi, kambag'al. Endi u vaqtlarda xalqimizning mutlaq ko'p qismi 80% nayt kambag'alchilikda, nayt azob uqubat ichida o'tgan. Boylarning soni ko'p bo'lsin, lekin ular o'ziga vakillik qilgan. Albatta, u vaqtdagi boylarda din, iymon, e'tiqod hukmlari xili ko'p bo'lg'ashqa, yaxshi bo'lg'ashqa jiq boylarda. Shundaq ro'za Ramazonlarda kambag'allarga xayr-saxovat qiladigan, zakot oriydigan, har qanday zakotni oriydigan ish umumyuzlik an'ana bo'lgan. Shunda bo'lg'ashqa, yana shu kambag'al, turmushi nachar odamlarga nurg'un boylar iqtisodini ajratgan, xalqqa zakotlarni bergan. Shuning bilan o'zining xalqni xalq o'zi beqib kelgan. Sharq Turkiston xalqi, Uyg'ur xalqi mundaq chiqqan chaqda Uyg'uriston xalqi azaldan o'zini o'zi boqqan xalq bu. Boshqalar kelib ularni beqib qo'ygan, boshqalar ular kelib nom bergan xalq emas. Kelgan mayli Manjur Xitoylar bo'lsin, keyingi Xitoy, bu Cumhuriyetçi Xitoy, millatchi Xitoylar bo'lsin, Shingsisay bo'lsin, Yang bo'lsin, uningkin Gomindan bo'lsin, har qanday har yangi Xitoy Uyg'urlarni ular beqib baxtli qilgan emas. Uyg'ur o'ziga Xitoyni yashagan. Demak, Ahmetcan Qasimi
Ailesi ana shunda qiyinchiliklar bilan Ahmetjon Qosimiy G'uljida bir 8 yoshdan 10 yoshgacha bo'lganlikda aniq yili haqida har xil ma'lumotlar bor. Onun qaysi yil aniq, chunki uni hech kim uni xotirlab yozib, aniq chislo oy kunni bekitmaganligi uchun uni bir nim deyolmaydi. Taxminan faraz bo'yicha shu 9 yoshdan 10 yoshgacha bo'lganlikda G'uljida turib, shu yerdan dastlabki boshlang'ich diniy saviyada maktabni o'qib, madrasa shaklidagi ma'rif bo'yicha. Anadan keyin bu turmushning qiyinchiligini ko'rgandan keyin bu Ahmetjon Qosimiyninki bir singlisi shu vaqtda kasallik bilan o'lib ketadi kichiklam. Shu vaqtda hatto Ahmetjon Qosimiyning ko'zi bir kuni o'tin yerib o'tib, bir ishil anasiga yordam berish jarayonida ko'ziga bir o'tin yog'ich kirkitib qilib, bir ko'zi naka bo'lgan. Shu Ahmetjon Qosimiyning bir ko'zi sal qiysaqroq mundaq hisoblanadi. Ammo chiroy turqi bak ta'sir yetkazmagan. Kichik vaqtdagi ana shu sababdan bo'lgan ekan. Ahmetjon Qosimiy ning tog'isi va boshqa tuqqanlari u vaqtning o'zida hammasi Yarkatda turdi. U 19-asrning oxiri, 20-asrning boshlarida bu Yarkat bilan G'ulji oralig'ida, Suydun Qo'rg'os oraliqlarida odamlarning berib kelishlari biroz ixtiyoriy erkin bo'lganda hisobda. Gerçi Rossiya tarafının A tarafta chegarachilar bo'lsa-mu, mayaqda Yanzingshingninki chegarachi apyunkash askarlari u yer bu yerda bir ishga dandim bo'lsa-mu, lekin xalq yani yoshirin u yoqdan bu yoqqa arvonlar o'tib ketavergan. U muqim bir undan narsa bo'lgan emas endi, toki shu 20-yillarning oxirlarigacha 30-yillargacha desak bo'ladi. Shuning bilan Yarkatda yashaydigan tog'isi Umar Qosimov degan odam bu Ahmetjonni akitib, shuning bilan bu nimada o'qitib, Yarkatda oldi bilan Darul Tamg'a berib, anadan keyin bu Olmutada maktablarda o'qib, andan yana bir ma'lumotlar qaraganda bu Umar Qosimiy shu 20-yillarning oxiri 30-yilning beshida bu Saguyan O'rta Osiyo davlat universitetini bitirib, shu Toshkentda O'rta Osiyo davlat universitetining o'qituvchisi bo'lib qolgan. Şunun bilan Ahmetjon Qosimiyni shu O'rta Osiyo universitetiga akitib, Toshkentga akitib, shu yerda o'tir maktabni shu Toshkent bitirgan degan gaplarmi bor uchurlar. Yana bir ma'lumotlarda bu shu Olmutada bitirgandan keyin Toshkentga ketgan degan ma'lumotlar bor. Har xil umuman Toshkent tutgan. Umar Qosimiy shu vaqtdagi Uyg'urlarning O'rta Osiyodagi umuman shu dunyodagi Uyg'urlarning ichidan tunji yetishib chiqqan oliy maktab professorlarining biri. Shu vaqtdagi Toshkentdagi O'rta Osiyo davlat universitetida Abdullahi Muhammadi, Burhan Qosimov, Umar Qosimov qatorliq, Umar Qosimiy, Abdullahi Muhammadi, Burhan Qosimiy qatorliq o'nlagan Uyg'ur dotsent professorlar bo'lgan. 1934-yildan tak 37-yilgacha bo'lganlikda Shingsesay shu Toshkentga o'qishga evatgan 300 necha o'quvchininki ichidagi Uyg'ur sinflariga dars bergan muallimlarning ko'pinchisi ana shu Uyg'ur professorlar bo'lgan edi shu vaqtning o'zida. Ahmetjon Qosimiy mana shu vaqtlarda shu nimada Toshkentda o'qib, bir mezgil o'qituvchi bo'lganlik, o'rta maktab o'qituvchisi bo'lganlik ma'lumotlar bor, Namangan qatorliq joylarda. Anadan keyin Ahmetjon Qosimiy anadan keyin oliy maktabni shu Moskvada o'qiganlikqa oid ma'lumotlar bor. Endi hozirgacha Ahmetjon Qosimiyning zoti Moskvada qaysi maktabda o'qidi deganligi haqida har xil so'z, har xil fikrlar bor. Ba'zilar Toshkent O'rta Osiyo davlat universitetining suv jug'rofiya kasbini bitirgan deydi, ba'zilar tarix jug'rofiya kasbini bitirgan deydi, ammo buni hech kim bilmaydi, kim bitirgan, qachon bitirgan. Ammo mening aniqlashimcha Ahmetjon Qosimiy oliy maktabni shu Moskvada bitirib, Moskvadagi u boshqalar Sharq kommunistik emgakchilar universitetini bitirgan deydi. Amaliyotda Moskvadagi Sharq kommunistik emgakchilar universiteti 1937-yilda taqib etilgan. U maktab yo'q. U maktab yo'q bo'lgan sharoitda Ahmetjon Qosimiy qaysi maktabda o'qiydi? O xalqlarning har xil matbuotlar chiqib yurgan gaplar, bu hammasi asos yo'q gaplar. Ammo mening har xil arxiv ba'zi uchurlardan egallab bilishimcha, Ahmetjon Qosimiy Moskvadagi Moskva pedagog universitetida bitirib, Moskva pedagog universitetida shu vaqtdagi tarix kasbi bilan bitirib, u kishi 1940
yili 41 yili oralig'ida Moskvada tarix fanlarininki doktori unvonini olgan. Bu Uyg'urlar ichida tunji qatim tarix fanlarininki shu doktori, kandidat doktori deymiz shu vaqtdagi. Doktori unvonini olgan dastlabki Uyg'ur doktorlarining tarixshunoslarining birisi Ahmadjon Qosimi. Yana bir Arsham Hidoyatov deydigan yana bir Uyg'ur tarixchisi 1939 yili Moskvada tarix fanlarining kandidat doktori degan unvonni olgan. Undan keyin Ahmadjon Qosimi. Shunda bo'lganda Sharq Turkiston inqilobining rahbari Ahmadjon Qosimi o'zi bir tarix ilmi bo'yicha doktorlik unvoni olgan. Nayt mukammal boshlang'ich o'rta maktab, oliy maktabdan keyingi 3 yillik, 4 yillik aspirantura hayotini boshdan kechirib, oxiri bir tarix ilmi bo'yicha ilmiy doktorlik dissertatsiyasi yozib, muvaffaqiyatli oldi. Shu vaqtdagi Sovet Ittifoqi Fanlar akademiyasining qaramog'idagi oliy unvon berish bir komitetlar bor. Shularning tasdiqlaridan o'tib, oxiri unvon olgan bir rasmiy kasbiy tarix olim bo'lib hisoblandi Ahmadjon Qosimi. Shunga Ahmadjon Qosimining butun so'z nutqlarida hammasi degidek Ahmadjon Qosimi ninkida tarix misol ko'rsatdi. Dunyo tarixi, O'rta Osiyo tarixi, Uyg'ur tarixi, Sharq Turkiston va boshqa tarixlardan har bir nutqida bir tarixiy masalalar misol keltirildi. Bunun o'zida Ahmadjon Qosimining mo'l tarix bilimiga ega shaxs ekanligini ko'rsatib berdi. Ahmadjon Qosimi demak shu 1942-yillarda vataniga qaytib kelgan, cho'chak orqali kelgan. O vaqtlarda 1941-yildan keyin shu Sovet Ittifoqida Sovet German urush portlagandan keyin Sovet hukumatı chaqiriq e'lon qilib, Sovet Ittifoqi territoriyasida yashayotgan butun chet elliklar qaytib kelsa bo'ladi, o'z vataniga, o'z yurtlariga qaytib yashasa bo'ladi. Ularning urushga qatnashishi, askar bo'lish, askariy vazifa o'tash majburiyati yo'q deb bir belgilama chiqargan. Agar xohlaganlar internasionalizm ruh bilan armiyaga qatnashib, jang maydoniga chiqsa, u o'zining ixtiyori, lekin qolganlarning ketish huquqi bor degan. Shu sababdan Sovet Ittifoqida yashaydigan nurg'un chet elliklar harbiy ishlarga chaqirtilmagan askarlikka. Chaqirtilmay hayoti saqlagan. Nurg'unlari o'z vatanlariga qaytib ketgan. Shu vaqtlarda shu Sovet Ittifoqida yashaydigan xiliji Xitoylar va undan boshqa ba'zi bir Uyg'urlar va boshqa millatlarmi ya'ni bir-birlab o'z vataniga biz qaytib ketamiz deb o'z tug'ilgan vataniga ruxsat olib qaytib ketgan. Ahmadjon Qosimi mana shu vaqtlarda qaytib kelganlarning biri. 1942-yilda qaytib kelganlarning biri shu atog'liq usulchi Qambar xonimmi shu vaqtda singlisi bilan birlikda asli Sovetning grajdan o'limi, Sovet Moskvalarda Stalinning oldida o'yin qo'ygan, usul o'ynagan, san'at institutlarini bitirgan kasbiy bir san'atkor 42-yilda qaytib kelgan. Hatto 36-yil o'qishga chiqqan shu Asad Saqoplarmi 42-yilda qaytib kelgan. Demak, shu vaqtning o'zida 1942-yilda Sovet Ittifoqidan vataniga qaytib kelganlarning ichida xeyli bir qism odamlar bor. O mashhurroqlari uning ismi bo'yicha xotirlandi. Mashhur bo'lmagan odamlar odatda odamlarni uni hech kim bilmaydi, shuning bilan unutilib ketadi. Lekin hamda Ahmadjon Qosimi qaytib kelgandan keyin bu vaqtda Shingsasay yuzi o'rgan Sovet Ittifoqidan 43da. Uning oldida butunlay Sovet Ittifoqining himoyasi ostida, Stalinning ko'langisi ostida mavjud bo'lgan. Stalin qo'llamasa, Stalin yordam bermasa, birinchi Sharq Turkiston Islom Jumhuriyatini oxirlashtirib, Shingsasayni tiklab chiqarib, harbiy jihatdan qurollantirib, Majonyingni o'zi qo'shin kirgizib, yo'qitib, Xo'janiyaz hojimni uning ma'mur rais bo'lishga o'zi majburlab ko'ndirib, oxiri Shingsasay hokimiyatini tiklamagan bo'lsa, Shingsasay hech qachon bundaq bir Xitoy Sharqiy Turkistonga hukmron bo'lolmaydi, undaq bir tarix yozilmagan bo'ladi. Shunga Shingsasay hukumati mundaq chiqqancha Stalinning bir qo'lchumig'i, uning bir ko'langusi desak bo'ladi. Shunga tayinib qilgan bo'lsin, lekin 41-yil Sovet German urushi portlab, 42-43gacha Sovet Ittifoqini aytib qiyin ahvolda qolganda, o Sovetdan endi qutulib, o'zininki o'z oldiga bo'lish fursati keldi deb o'ylab, Jiang Kaishi bilan aloqa qilishib, o'zini shu vaqtdagi Jiang Kaishining qo'yniga otgan. Mundaq chiqqancha o Xitoy mayli kim bo'lsa bo'lsin, Shingsasay o'zi bir Xitoy bo'lganligi uchun o'zining Xitoy millatiga, Xitoy asl davlatiga, Xitoy milliy ideyasiga yana oxiri sodiqligini ko'rsatganda, mavjud bo'lish uchun,
Stalinning oldida uningga qo'l chumoq bo'lgan. O Sovetlar ojizliganda uningga fursat kelganda uningdan qutulib, Şinjanni, shu vaqtdagi Şinjan o'lkasi Sharq Turkistonni Jiang Kayshining qo'liga topshirgan. Ahmadjon Qosimiy qaytib kelgandan keyin oldi cho'chakda ozroq turib, ana ekan G'o'ljaga qaytib kelib, o'zininki u yerda tog'isi va boshqa jamoat bilan birlashadi. Lekin uzun o'tmay bu kishini shu vaqtdagi Xitoy saqchilari G'o'ljadagi tutib, turmaga solab, ana ekan Urumchiga yetkazib ketib, Urumchidagi ikkinchi turmaga solagan. İkinci turmada bu vaqtda Shingsisay Xitoy doiralari nayt ashaddiylashgan vaqti nurg'un odamlarni tutib solab Uyg'urlarni birinchi qadamda 1937-yildan boshlab Xo'janiyaz Hojim qatorliqlardan birinchi Sharq Turkiston inqilobining rahbarlari va har xil jangchi ofitserlari bularning hammasini tutib solab o'ltirgan bo'lsa 42dan keyin yana 40-yildan keyin davomli tutib yo'qotishni davomlashtirib 42ning oxirisida 43ning beshida Ahmadjon Qosimiyni tutib, ancha uzun o'tmay G'o'ljaga kelgandan keyin Urumchidagi ikkinchi turmida nayt qattiq qiyin qistoqlarga olgan. U chog'dagi asosliq ularning demakchi o'g'ini sen Sovet ittifoqidan kelibsan, Sovetning odimisan deb shuni iqror qildirmoqchi bo'lgan. Lekin Ahmadjon Qosimiydan hech qanday undaq bir narsa topolmagan, iqror qildirib hech qanday natijaga erishaolmagan, oxiri uni yo'qotolmagan. Ama 44-yıl 9. ayda bu Shingsisay Jiang Kayshining qo'yniga o'zini atgandan keyin Jiang Kayshi Shingsisay orqali Sharqiy Turkistonni tunji qatim o'zining kontrolligiga oldi. Xitoylar bunday chiqqan chog'da tunji qatim Xitoy Jumhuriyati bu joyni egallagan vaqti shu 43ning oxirisidan boshlab bu joyga askar kirgizildi. Egallagan vaqti shu vaqt. Uning oldigacha hech qachon Sharqiy Turkiston Xitoyga bevosita markaziy hukumatiga tabe bo'lmagan. Onun aldığı militarist Xitaylar öz aldığı padişah olup bu joyni boshqurganda bir mezgil. Shingsisayni bu Nanjingga, Chongqingga ketgan vaqti. Aniga bu Jiang Kayshi Wu Jungshingni Xinjiang o'lkalik hukumatining raisi deb tayinlagan. Bu Wu Jungshing kelgandan keyin 10-oyda 44-yili. Bu huquqni qo'lga olib bu joydagi butun voqealarning hammasini Shingsisay keltirib chiqargan. Mushu norozilik, qalaymuqonchiliklarni Shingsisay keltirib chiqargan. Men to'g'ri siyosat yurgizib, qo'lga olingan, turmaga solangan odamlarning mol-mulklarini qaytarib beraman, o'zlari hayot bo'lsa turmadan chiqaraman deb orqadan 2000 dan odamdan boshlab, ya'ni bir qism odamlarni qo'yib bergan. Ana shu vaqtda mushu Ziya Samadi, Tayyip Hoji Sabitov ve ondan başka 37-yıl qo'lga olingan, o'ltirilmay qolgan bir qism ziyolilar, shu qatorda Ahmadjon Qosimiylarmi 44-yil 10-oyninki 5-ida turmadan qo'yib berilgan. Mana shularning hammasi Ahmadjon Qosimiy, Ziya Samadi, Tayyip Hoji Sabitov ve başka bular G'o'ljadan kelganlar ko'pinchisi darhol G'o'ljaga qaytib ketib o'tib, G'o'ljadagi bu inqilobga qatnashib ketgan. Mana shu vaqtda Ahmadjon Qosimiy demek 2 yıl Xitoyninki Urumchidagi turmasida bu Shingsisayning nayt ig'ir dahshatli qiynashlarni boshdan kechirib, uningga bo'ysunmay, bosh egmay, oxiri turmadan chiqqandan keyin inqilobni davomlashtirgan. Bu Ahmadjon Qosimiy qatorliqlarning turmadan qo'yib berilishi shu vaqtdagi Xitoyning siyosatdagi bir yumshoqlik qo'llanib, Wu Jingsheng Kuomintang hukumatining xalqqa yaxshichaq bo'lib, bu Nil qo'zg'oloni partildi. Oltayda Qozoq Osmon Baturning bu qo'zg'olonlari kuchayyotdi. Mana shunday vaqtda xalqni paplash uchun qo'llangan bir chordi. Mana shuning natijasida qo'yib berilgan. Shu 43-yildan keyin mana 44-yili Sharqiy Turkiston tunji qatim Xitoy markaziy hukumatining qo'liga o'tdi. Uning oldigacha Xitoy markaziy bir hukumati qaysi Xitoy bo'lsin, qanday bo'lsin bu joyda hokimiyat yurgizolmagan. Ama mana shu vaqtda Sovet ittifoqining g'azabi kelib, Shingsisayni yo'qotish qarori keldi. Sharq Turkiston xalqining umumyuzlik oldi qarshilik harakatlari boshlandi. Shundan foydalanib, oxir 44-yil G'o'ljada Sharq Turkiston inqilobi partildi. Shuna bilan Sharq Turkiston inqilobini Sovet hukumati har xil jihatlardan yordam berdi, ijro jihatdan, qurol-yarog', o'q-dori, harbiy kadr jihatdan, harbiy instruktorlar jihatdan, hatto iqtisodiy jihatlardan yordamlarni berdi, qo'lladi, o'zlarining siyosiy strategik manfaatlari uchun kuchlantirdi. Lekin eng oxirida Sharq Turkistonni eng oxirgi hisobda 1949-yili yana shu dunyo vaziyatining o'zgarishi, dunyo siyosatining o'zgarishi,
Sovet ittifoqi o'zining ehtiyoji, o'zining siyosiy manfaatlari uchun shu vaqtdagi dunyodagi sovuq munosabatlar urushining yuqori pallasiga chiqishi, Amerikaga qarshi, G'arbga qarshi bu Sovet ittifoqining bir rasmiy tirkishish boshlanib, uningga qarshi bir dushmanlikni boshlaganda, o'sha Xitoy kommunistlarini o'ziga bir qo'lchumoq, o'ziga bir tayanch, o'sha G'arbga qarshi turishda bir kuch hosil qilish uchun bu Sharqiy Turkistonning mustaqilligidan butunlay voz kechib, uni qo'llamaslik, uni aksincha Xitoy kommunistlarining qo'liga topshirib berish qaroriga keldi. Shu qaror bo'yicha oxiri bu Sharqiy Turkiston Xitoy kommunistlarining ishg'oliyati ostiga o'tdi. Ammo shuningcha bo'lganlikda Ahmedjon Qosimiy 45-yildan boshlab, 44-yilning oxirisidan boshlab bu gazetda Sharqiy Turkiston Azad Sharqiy Turkiston gazetida, ya'ni Sharqiy Turkiston hukumatining apparat gazeti. Shuningda muharrir bo'lib ishildi. Bir oylardan keyin u gazetdan chiqib, Sharqiy Turkiston hukumati bosh kotibot idorasida Abdurauf Mahsumninki bosh kotibning muavini bo'lib xizmat qildi. Ondan keyin hukumatni tartibga solish, qaytadan tashkillash, hukumat apparatlarini rakka to'g'izish qatorliq ishlarga yetakchilik qildi. Ondan keyin Ahmedjon Qosimiyga 45-yil 3-oyning oxiri podpolkovnik unvoni berib, Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti harbiy ishlar nazoratining nozirlik qilgan. Odatda harbiy bo'lim deyildi. Shuningki tayinladi Ahmedjon Qosimiy Sharqiy Turkiston hukumatining butun harbiy mudofaa, davlat mudofaa ishlarini, harbiy ishlarini Ahmedjon Qosimiy o'zi bosh bo'lib elib bordi. Armiyani qurish, muntazam armiya qurish, tashkillash, uni bekitish, armiyaning 3 front bo'yicha janglarini planlash, shuningdek armiyaning bu orqa saf ta'minotini hal qilish, askarlik qabul qilish, askariy qonunlarni bekitish qatorliq nurg'un xizmatlarning hammasini Ahmedjon Qosimiy o'zi elib borgan. Shunda sharoitda 1945-yili 9-oyda dunyo bu urushining oxirlashi, Yaponlarning taslim bo'lishi bilan, taslimnoma qo'l qo'yishi bilan Sovet ittifoqi, Amerika, Angliya qatorliq davlatlarningki bu ittifoqdosh davlatlarning yangi munosabatlari boshlandi. Ya'ni shu vaqtdagi bu Yapon urush oxirlashgandan keyinki Xitoyning vaziyatini belgilash, tartibini yangidan belgilash qarori keldi. Shu qaror bo'yicha bu 3 davlatning tutishi bo'yicha bu Yangandagi mavzuning boshliq Xitoy kommunistlari bilan Chongqingdagi bu Chiang Kai-shekni birlashtirish. Chiang Kai-shekni butun Xitoyningki davlat rahbari, shuning rahbarlik o'rniga chiqarish. Har qaysi partiyalar va hammasi birlashib bu Gomindan bilan bir birlashma hukumat shaklini qurish degan bir qaror elindi. Shu qaror bo'yicha Sovet ittifoqi Stalin Mao qayta majburlab, zo'lab, sen Chiang Kai-shekga suhbat o'tkazsan, sen kelishimga qo'l qo'ysan degandan Mao unamagan boshda. Oxiri Stalinning buyrug'ini anglamaslikka amal yo'q. Oxiri qabul qilib Chongqingga kelib suhbat o'tkazdi. Mana shu vaqtning o'zida Sharqiy Turkiston armiyasini Manas daryosi bo'yida Moskva to'xtatib qo'yishni qaror qildi. 1945-yil 9-oyning 14-kuni Sovet ittifoqi Kommunistlar partiyasi markaziy komiteti siyosiy byurosida bir yig'in ochilgan. Shu vaqtdagi Marshal Beriya xalq Sovet ittifoqi ichki ishlar xalq komissari Marshal Beriya bilan Sovet ittifoqi tashqi ishlar xalq komissari Andrey Vishinskiyning birlashib bir tayyorlashi bilan Sharqiy Turkiston Shinjang masalasida bir doklad tayyorlanib, doklad bo'yicha Sharqiy Turkiston armiyasini urush to'xtatqizish, bu Xitoy bilan bular orasida suhbatni amalga oshirish, suhbat orqali Sharqiy Turkiston masalasini tinchlantirish, ikki tarafning urush holatini oxirlashtirish, anadan keyin Sharqiy Turkistonda bu Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti tarafı bilan Xitoy tarafining birlashishi asosidagi bir birlashma hukumat shaklini qurib chiqish deydigan bir qarorni olgan. Shu qaror bo'yicha bu qandaq shaklda suhbat elib borildi, suhbatni qanday uyushtirildi, qandaq ikki taraf tashkillandi, Xitoy tarafga qandaq bildirildi, bularning hammasining loyihasi tuzilgan. Bu haqlarda men tafsili o'zimning Uyg'ur umumiy tarixining Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti tarixi qismida, Sharqiy Turkiston Cumhuriyetining tarixining 7-8-tomlarida intayin tafsili yozildi. Bu jarayon 8-tomda tafsili yozildi. 7-tomda Ahmedjon Qosimiyning bütün ish faoliyatlari tafsili yozildi hukumatdagi. Ashnodan tafsili o'qib chiqsanglar,
Hamma narsa oy, kun, yil, chislo, nomerlari bilan hujjatlarning buni bilasizlar. Bu qaror bo'yicha shuning bilan Sharq Turkiston armiyasini to'xtatish, anikin Sharq Turkiston hukumatini Xitoy bilan suhbat o'tkazishga o'rinlashtirish bekitildi. Shu bo'yicha Sovet taraf, Sovet ittifoqining g'o'lji turishliq Moskva yevatgan generallar bor. General Ignarov bilan general Aleksandr Ivanovich Langfang, birisi general mayor, birisi general leytenant. Shuning boshlamchiligida bir 5 dan 10 gacha bo'lgan harbiy cho'ng siyosiy mutaxassislar guruhi bor. Bular odatda 2-dom yoki 1-dom deydi. Shu joyda o'rilishida Ahmedjon bu Sharq Turkiston Jumhuriyati raisi Ilhon To'ra har kundagidek, har bir qancha kundagidek bir qatam bu general bilan suhbatlashib, ichki tashqi vaziyat, ichki urush ahvoli va boshqa masalalar haqida suhbatlashib turdi. Ular har xil ko'rsatmalarni berdi. Bu Sovet ittifoqidan kelgan bu harbiy siyosiy maslahatchilar Stalinning shu vaqtdagi Beriyaning vakillari bo'lib, Sovet ittifoqining. O Sharq Turkiston hukumat raisi Ilhon To'ra qatorliq Sharq Turkiston Jumhuriyati rahbarlari bilan zich hamkorlikda bo'lgan. Odatdagi shaxslar ular bilan ko'risholmaydi, faqat ular bilan kundalik ko'rishib, aloqalashib, fikrlashib, ularning taklif fikrlarini anglash, o'rinlash ishlarini elib boruvchi faqat Ilhon To'ra. Ahmedjon Qosimiy yoki boshqalar u chaqdagi texe davlatning rahbari emas bo'lganligi uchun u Sovetning generallari bilan xohlagancha ko'rishmaydi. Shundaqda endi demak 45-yilninki 9-oyda bular maslahat suhbat o'tkazish taklifini bergandan keyin bu Sharq Turkistonda qattiq fikr ixtilofi bo'ldi. Xitoy bilan qanday suhbatlashimiz, ularni qo'g'lab yo'qitib Urumchiga oz qolsak bu mumkin emas. Janubdimi bu Qashqa, O'ytaq, mush joylargacha keldik, Toshqo'rg'ondan tortib. Hammaga ilinib bo'ldi. Qo'shinlarimiz Oqsu atrofiga kelib, Oqsuni qo'rshovga oldi. Noilaning bir qismi ozod bo'ldi. Butun janub hozir Qarshiyaning atrofigacha keldik, Urumchi atrofigacha o'q ovozini anglatdik. U yoqda qumulg'icha tutashdik. Mushunda keng zaminda hammaga o'q ovozini anglayotgan sharoit Xitoy mag'lub bo'layotganda qanday biz to'xtamiz deb ular unamadi. Lekin Stalinning buyrug'i shu, Sovet ittifoqining buyrug'i shu bo'lganligi uchun ularni cho'qimsizlar suhbat o'tkazishlar. Bundan keyingi vaziyat ham dunyo vaziyati o'zgardi. Shu dunyo vaziyatining taraqqiyotiga qarab turib sizlarningki siyosiy vazifanglar, bundan keyingi mavjudiyatinglar, bundan keyingi ko'rishinglarning yangi bir nusxasi belgilandi, yo'linishi deb belgilagan. Shuning bo'yicha oxir bular talash tortish qilib, eng oxirida uningga Sovetning maslahatini, fikrini uning qabul qilmay o'chaqda mumkin emas. Chunki Sharq Turkiston armiyasining qurol yaroq o'q-dorilar bilan ta'minlayotgan, maslahatchilarni evatayotgan, dunyoda birdan-bir qo'llayotgan davlat shu Sovet ittifoqi. Sovet ittifoqining qo'llashi yardım bo'lmasa, u vaqtdagi 100 ming kishilik Gomindan qo'shini bilan sap tortib jang qilib, ularni tarmar qilishmi bir qadar tas edi. Nimishki degan chaqda dastlabki Nilqa Uyabiyadagi g'uljik partizanlik urush degan bilan unchilik 100 minglab Xitoy qo'shinlari bilan 80 mingdan 100 minggacha bo'lgan aeroplan, zambirak, tank va har xil qurollangan Amerika bergan qurollar, Yapondan olgan qurollar, ularning qurollari xil. Ular bilan so'qish uchun keng qurol yaroq o'q-dorilarga ega bo'lish kerak edi. Milliy armiyaning dastlabki qurilgan sonimi 9 ming, keyin ko'payib 13 ming, keyin 15 ming, 45-yilning 7-8 oylariga kelgan chaqda 17 ming odamga yetdi. Ularning oldi tug'uni 40 mingdan 50 minggacha Xitoy qo'shini. Ular bilan so'qish uchun g'oyat zo'r o'q-dori, qurol yaroq, ig'ir tipli qurollar bo'lish kerak. Mana shunday sharoitda ular yana o'xshashlar Sovet ittifoqi to'liq ularni sizlar tugashdinglar, sizlarni butunlay biz Xitoyning qo'liga berib etdik demaganligi uchun buni ikkinchi bosqichi boshlaysizlar deb har xil jihatdan tushundirgandan keyin ular bo'ldi deb ma'qul dedi. Xitoy bilan shunga suhbatlash. Ularning maqsadi tinchlik suhbat orqali Sharq Turkistonning mustaqilligini Xitoyga e'tirof qildirish edi. Shu bo'yicha Sharq Turkiston hukumati 10-oyda Ahmedjon Qosimiy, Rahimjon Sabraji, Obulxayr To'rada 3 kishini Sharq Turkiston hukumati hay'ati a'zolari bu 3 kishini maxsus Xitoy bilan suhbat o'tkazadigan vakillar qilib belgiladi. Hukumat yana qarori bo'yicha 101, 102 nomerli qarorga deyman. Shu qaror bo'yicha bularni belgiladi. Ham Ahmedjon Qosimiyni u vaqtgacha Sharq Turkiston hukumatining a'zosi emas edi. Shu vaqtdan boshlab rasmiy Ahmedjon Qosimiyni Sharq Turkiston Jumhuriyati hukumat
heyeti a'zosi qilib bekitdi ham unvonini polkovnik unvonini berdi. Rahimjon Sabiraji u vaqtda Sharq Turkiston Jumhuriyati ichki ishlar ministri polkovnik unvoni bilan Obul Xayr To'ra u qozoq, u cho'ng ziyoli emas, hamda nihoyat ma'rifatparvar, ammo xalq ichida inovati yuqori, Uyg'urlar ichida ta'siri nihoyat yuqori bo'lgan Uyg'ur qozoq bu qarindoshligining bir simvoli desak bo'ladi. Nilqiliq, obro'yliq bir zot edi. U odammo Sharq Turkiston hukumatiningki bu hukumat a'zosi ham Sharq Turkiston bu moliya nazoratining, moliya ministrligining qarmog'idagi chorvachilik idorasining boshliqlik vazifasini o'tagan. Shu qozoqlardanmi birisi bo'lsin degan fikr bo'yicha Obul Xayrni bu suhbat vakillarining birisi qilib belgilagan yeshi 60lar atrofida. Bularning ichida yeshi eng kichigi Ahmadjon Qosimi. 45-yil 10-oyda Xitoy bilan suhbat ustida kelgan vaqtida Ahmadjon Qosimi 31 yosh. Rahimjon Sabiraji 38 yosh atrofida. Obul Xayr To'ra 60 yoshga yaqin, 58 mi shunchalik atrofida. Bu suhbat o'tkazish masalasida dastlabda Ilhon To'ra suhbat maydoniga o'zi bormoqchi bo'lgan. Tungallardan Kerimaji hukumat a'zosi qilib belgilagan, Tungallardan Kerimajini belgilagan, lekin Kerimaji uning qo'shilmagan. Ilhon To'ra o'zi berishni qaror qilgan. Ammo keyin qandaqdir ma'lum bir sabablar tufaylidan Ilhon To'ra o'zi bormay Rahimjon Sabirajini o'makning boshliq qilib, Obul Xayr To'ra bilan Ahmadjon Qosimini o'mak a'zolari qilib 3 kishini ibatishni qaror qilgan. Bu Xitoy bilan suhbat o'tkazish vakillar o'magining boshlig'i Rahimjon Sabiraji. Oxirigacha Rahimjon Sabiraji o'mak boshlig'i. Ahmadjon Qosim bilan bu ikkisi a'zosi. Ammo suhbat maydonida asosliq so'zlashuvchi, asosliq talash tortish qiluvchi, munozara qiluvchi, yana nazariya bilan, har xil faktlar bilan bu keskin siyosiy suhbat maydonida jiddiy bu 30 qitimliq suhbat bu jami shu 30 qitimliq cho'ng suhbat maydonidagi talash tortishda shu ching tug'an maydonda ilishgan odam asosiy nazariyachisi Ahmadjon Qosimi. Shunga Jang Jijongmi o'zining xotirlarida Ahmadjon Qosimga yuqori baho berib, uning gap tep berishning noyit tas to'xtaganligi. Oxir uning noyit ashuning ichida eng so'zman, natiq ekanligi, bilimli ekanligini aytib, Ahmadjonga hatto men sana tankilanmadim. Sen mening o'g'lim degansa, bo'ldi men sening bilan so'zlashdiğimga men sening tang yeshingdagi birisini men ivatay dedim deb o'zining mag'lub bo'lganligini, tan olganligini o'zining asli mislimi yozadi Jang Jijong. Demakki Ahmadjon Qosimininki nomi ana shu Xitoy bilan suhbat o'tkazish jarayonida Ahmadjon Qosimining nomi butun Sharq Turkiston xalqiga tonilishga boshladi. Uning oldida podpolkovnik, harbiy ishlar noziri, bo'lsa-mu gazetxonlarda ishlagan, oilalik degan taxallus bilan maqolalarni yozib turgan, bo'lsa-mu lekin keng xalqqa umumyuzlik tonilish doirasida yo'q edi. Ana shu suhbatdan keyin Ahmadjon Qosimi xalq ichiga tonilishga boshladi. Undan keyin 1946-yilning 7-yiga kelganda 6-yiga Ahmadjon Qosimi xalqning, hukumat a'zolarining, armiya hammasi umumyuzlik tonilgan bir arbob aylandi. Shunga Sharq Turkiston hukumati bu Xitoy taraf bilan birlashib tuzilgan birlashma hukumatda kim bir odam vazif o'taydi, kimlar vazif o'taydi deb belgilagan chog'da tizimlik belgilaganda 8 kishini. Shuning ichiga birsiga Ahmadjon Qosimini belgilagan. Andan keyin bu birlashma hukumatda Xitoy taraf o'zi rais bo'lgan, Sharq Turkiston tarafdan bir odam ma'mur rais bo'ladigan, yerli xalqlardan bir odam ma'mur rais bo'ladigan masala chiqqan. Shu vaqtning o'zida jiq talash tortishlardan keyin oxiri bu hamda suhbatning bitimning umumiy tuzilish jarayoniga oq tarafda yana Sovet ittifoqi yetakchilik qilgan 2-domda generallar, Urumchida konsul Yevseyev, bosh konsullar. Sharq Turkiston taraf har qatim suhbatda Xitoy taraf bilan talashib qilib, o'tiridan yinib chiqqan chaqda unimay Sovet taraf orig'i tushib, ularni indak keltirgan. Jang Jijongning vakillari Liu Zorong deganlar Sharq Turkiston taraf suhbat ustini tashlab chiqib ketgan chaqda darhol Sovet konsulxonasiga berib, konsul Yevseyev bilan so'zlashib, ularni qoyil qilishni talab qilgan. Bu Xitoy taraf bilan Sovet taraf ikki taraf orasida putishib bo'lmagan ish bo'lg'achqa oxiri Yevseyevlar Sovet taraf bularning orig'i tushib, G'uljida bu G'ulji taraf konsullar 2-domdagilar orig'i tushib, bularni har qatimda suhbatda yandirgan. Ashuna qilib yurib bu suhbat oxiri chekinib, eng oxirida 11 moddalik bitim,
Anaki uning qo'shimcha ishga hujjati bo'lib, qo'shimcha ishga hujjati 1946 yil 6-oyning 6-kuni rasmiy imzolanishi bilan bu 45-yil 10-oyninki 16-kuni boshlangan suhbat eng oxirida taxminan 8 oydak vaqtdan keyin 46-yil 6-oyning 6-kunida to'liq oxirlashib tugagan. Bu jarayonda 30 qatim kichik suhbatlar, cho'ng suhbatlar, nayt ko'p qatimliq kichik uchrashishlar, 5 qatimlab cho'ng, keng yig'in xarakterli suhbat ikki tarafninki ashunday shaklda davomlashgan nayt keskin hamdi. Buning hammasiga Stalin Sovet taraf Moskva xabar deb turgan Urumchi, G'uljidagi bu generallar, konsullar bular bevosita qo'l tiqqan bu bir ish hamdi. Abdurahim Mahsum İbrahim'i şunu deydi Şarkı Türkistan Cumhuriyeti bosh kotibi mening bilan bo'lgan suhbatlarda bu ishni butunlay tashkillagan odam, tashkillovchi o'rin shu Stalin Sovet hukumati o'zi edi. Bu Şarkı Türkistan xalqining bizning emas, bizning orzuyimiz bo'yicha butun Xitoyni hamma yerdan qo'g'lab chiqarib Şarkı Türkistanni to'liq ozod qilish edi. Lekin biz Sovet ittifoqi Stalinga tayanganligimiz uchun u bizga dunyoda birdan-bir yordam berayotgan davlat bo'lganligi uchun bizga yordam beradigan Turkiya, Jiroqiyada jinni aram beqiyotganligi uchun va boshqa g'arb davlatlari o chaqda bizga yordam bermaganligi uchun ular ko'pincha Xitoy Cumhuriyetini qo'llaganligi uchun u vaqtlarning o'zida biz faqat Sovet ittifoqiga tayanishga majbur bo'ldik. Sovet ittifoqiga tayandik, harbiy hamma jihatdan yordam berdi. Oxiri bitim tuzishga akeldi. Bitimdan keyin bu bizni sizlar tugashdinglar demidi, ikkinchi bosqichida ko'rishinglarni davomlashtiravering dedi. Shunga biz Sharq Turkiston bayrog'ini esiverdik, davlat apparatlarimizni davomlashtiravdik. Faqat kelishim tuzilgan bilan Sharq Turkiston mustaqilligi yana davomlashaverdi. Yana bir o'zimiz boshqaraverdik. Yeshil bayrog'imiz ay yulduzli G'ulja butun 3 viloyat Sharq Turkistonda eslab davomlashdi. Xitoy qo'shinlari Manas daryosining g'arbiga kiramadi. Faqat 49-yilning oxirisi 50-yilning 5-iga kelgan chaqda 1-yilda Xitoy kommunistlarining qo'shinlarining bir polki faqat 1950-yil 1-oyda Manas daryosining g'arbiga o'tib G'uljaga ko'ra kelib o'rinlashdi. Mana bu tarixda. Demak, shu vaqtgacha Ahmadjon Qosimiyli o'lgicha ular yana Sovetninki yana oxirgi yordamini qo'llashini kutgan. Sovetlarmi faqat shu vaqtida eng oxirgi yuz o'rishini eng oxirgi qarorini shu 49-yil 8-9-oyda bergan. Ya'ni Liu Shaoqi 49-yil 7-oyda Moskvaga maxfiy ziyoratda bo'lib, Sovet taraf bilan putishib Xitoy Xalq Jamhuriyatini tez qurish, Şinjanға Xitoy ozodlik armiyasi qo'shinlarini tez boshlab kirish, tez ishg'ol qilish, unga yordam berish qarorini olgandan keyin Sharq Turkistonning taqdiri umumyuzlik holda shu vaqtda pichilgan endi. Mana shu vaqtgacha Ahmadjon Qosimiylar Sovetlarning bundaq eng oxirida bundaq yuzsizlik bilan bunchalik vahshiy holda Sharqiy Turkiston xalqining taqdirini Xitoy kommunistlarining qo'liga topshirib berdigan bundaq qarorni berdiganligini o'ylab yetib bo'lolmagan. Abdurahim Mahsum İbrahim'i deydi Sharq Turkiston Cumhuriyeti bosh kotibi. Biz faqat mana shu vaqtda eng oxirida bizni bu aldab 4 yil 5 yil aldab eng oxirida bizga mavzudingni mavna kappada qanday qilamiz? Buningga nima degilik dedi. Sharq Turkiston xalqi oxirida ulgurib bo'lmadi nima vaziyat bo'lganligini. Bu endi ayrim bir jarayon, buni so'zlasak yana necha soatlab so'zlab o'tishimiz mumkin. Bu jarayonlar uchun mening kitobimning Uyg'ur umumiy tarixining 11-tomi Stalin Mao ittifoqi ostida Sharq Turkistonning ishg'ol qilinishi degan 11-tomni tafsili o'qib chiqsangiz, mana shu 49-yili 6-oydan boshlab Xitoylar qanday Sharq Turkistonni ishg'ol qildi deganni 700 betlik kitob bilan siz o'qib mazmunni tushunib olasiz. Shuni o'qing. Demak, Ahmadjon Qosimiylar mana 49-yili 8-oyda Sovet ittifoqining ichki jihati putishi bilan Liu Shaoqi bilan bu Stalinninki Mao bilan yangi Xitoy kommunistik hukumatini qo'llash, Xitoy Xalq Jamhuriyatini tez e'lon qilish, Şinjanға Xitoy ozodlik armiyasi qo'shinlarini tez agarish, bu joyda hech qanday bir mustaqil davlat bo'lishga yo'l qo'ymaslikdan iborat. Mana shu qaror bo'yicha Ahmadjon Qosimiylarni sizlar Beijingdagi yig'inga berib, Xitoyning shu davlat qurish siyosiy shu kengashining yig'iniga qatnashsizlar birinchi qatim deganda Xitoy taraf vakili Ding Lichunni Moskva o'zi akeldi, G'uljaga kelib o'rinlashtirdi.
bo'lgan Deng Lichun bilan bo'lgan uchrashuv suhbatlarda albatta uning bir xil varianti Xitoylar degandek, kommunistlar degandek Ahmedjon Qosimiylar Beijingga qo'shanliq bilan bormoqchi bo'ldi, yangi Jungo qurishni kutib olmoqchi bo'ldi. U bu degan bu Xitoy tarafining tushundirishi. Amaliyotda mohiyat jihatdan olganda Ahmedjon Qosimiy bilan Deng Lichun Xitoy Kommunistik partiyasining aloqachisi deb ilindi Xitoy tarafining hujjatlarida. U aloqachisi emas, amaliyotda vakili. Xitoy Kompartiyasining Sharqiy Turkiston 3 viloyatdagi Sharqiy Turkiston hukumati rahbarlari Ahmedjon Qosimiy bilan suhbat o'tkazdigan. Ularni suhbat bilan o'ziga bo'ysunishga, yeng qurildigan Xitoy kommunistik davlatiga bo'ysunishga indak keltiradigan masaladagi talash-tortish qildigan suhbat vakili. Uning salohiyati asli. Uning aloqachisi emas odatdagidek. Shu Ahmedjon Qosimiy bilan bular orasida 4-5 qatimliq suhbatlar bo'ldi. Eng oxirida Ahmedjon Qosimiylar o'zininki loyihalarni o'ttirib qo'ydi. Bu haqda har xil ma'lumotlar bor. Sharqiy Turkistonni, ya'ni Biraqlam Xitoyning qo'liga kirgizish emas, Sharqiy Turkistonni o'zining bir davlat statusini, o'zining bir mavjud holatini saqlash, bu joyga Xitoy kommunist qo'shinlar kirmaslik. Hatto Sharqiy Turkistonning janubiga milliy armiyani evatib, janubni milliy armiya, Urumchiga milliy armiya qo'shinlarini kirgizish, milliy armiya o'zi egallash. Mana bu narsalar hammasi bular ching turgan. Bu albatta yana suhbatning jarayonida nima ishlar bo'ldi, yana qanday jarayonlar bo'ldi, uni biz bilmaymiz. Manbalarda Ahmedjon Qosimiyning rasmiy Xitoy bilan agar qo'shilsa, bu davlat qurish yig'inida o'ttirib qo'ydigan masalasi bir federativ shaklda bir davlat bo'lish. Unda bo'lmaganda hech qanday huquq berilmaganda uning bilan qo'shilmaslik. Bir loyihalar bor, 5 xil loyiha, 5 xil manbalik loyihalar deyildi, har xil. Lekin vaqtida Stalindan tortib Sharqiy Turkistonning har qanday shakldagi bir siyosiy mustaqilligi yoki ayrim bo'lish yoki bir ittifoqdosh jumhuriyat shaklida mavjud bo'lishini har qandayini Stalin qo'llamagan. Faqat birlam kommunistik Xitoy mavjud bo'lish kerak. Chunki Amerika bilan G'arb bilan hozir dushmanlashyapmiz. Uningga qarshi turish uchun Xitoy birla Xitoy bo'lish kerak degan ideya bor Stalin. Shunga Stalin Mao'ning dastlabki siyosiy o'rtaq programmasini o'z ko'rib chiqib, uningda hech qanday mustaqillik yoki yuksak muxtoriyat degan gaplar yo'q. Shu hujjatni Stalin o'zi qo'l qo'ygan. Demak, bu yerda Ahmedjon Qosimiyning eng oxirida Olmutaga berib, Olmutada Sovet taraflar bilan bir suhbat o'tkazishi tabiiy. Bu vaqtda har xil uchurlar bor, albatta biz arxiv uchurini tek ko'midik. Qanday bir arxiv bor, bu vaqtda arxiv hujjatini tek ko'magan bir sharoitda Uyg'urlarning o'zining manbalari bo'yicha olganda bu Sovet tarafning vakili bilan Ahmedjon Qosimov Sharq Turkistonning vakili o'rtasida Olmutaga borgandan keyin bir suhbatlar bo'lgan. Bu suhbatning natijasi eng oxirida Ahmedjon Qosimiyning aeroplan hodisiga uchirdi degan voqeaninki o'ttiriga chiqishi bilan bog'lanishli bo'lishi mumkin. Ammo bu jarayonlarni so'zlasak, ayrim bir jarayon. Buning uchun mening kitobimninki 11-tomni Stalin Mao ittifoqi Ahmedjonning o'limidan keyingi cho'ng ishg'oliyat degan 11-tomni ashuni o'qisangiz, ashuning oxirisida tafsiliy gaplar bor. Demak, Ahmedjon Qosimiylar G'o'ljidan ketib, Sovet territoriyasida o'lib, mayli aeroplan bilan o'ldimi, boshqa shaklda o'ldimi, qanday bo'ldi, umuman manbalar deyishchi Ahmedjon Qosimiylar 49-yili 8-ayning 25-kuni Bayqal ko'li atrofida shu aeroplan hodisasiga uchrab o'lgan deyildi. Uningga oid ba'zi materiallarmi bor, ba'zi uchurlarmi bor, mayli qanday o'lsin. Shu vaqtning o'zida bu bir suiqasd bilan bir o'ltirilishga uchraganligi, o'ldi emas, o'ltirilishga uchraganligida shak shubha yo'q. Buni hatto ba'zi rus tarixchilarimi Ahmedjon Qosimiylarning shu Stalinninki taklifiga, Mao'ning taklifiga qo'shilmaganligi uchun o'ltirildi deganni shu 90-yillarning oxirisidan tortib yaqingacha nurg'un rus tarixchilari, yozarlar, ziyolilari maqolalarda bu vaqtda ko'plagan narsalarni yozdi. Ularmi shu yozdi. Bu vaqtda ko'p narsalar bor. Hatto Sovetning shu vaqtda G'o'ljiga evatgan jasuslarmi, harbiy razvedchiklarmi Ahmedjon Qosimiyning bu o'limidan ularmi gumonlangan. Men bu vaqtda kitobimninki shu 11-tomda bu vaqtimi yozdim, shundan o'qib olsanglar bo'ladi. Umuman Ahmedjon Qosimiylar ketib 3 oydan keyin, ya'ni Ahmedjon Qosimiylar ketib
10 kundan keyin Sayfiddin Azizi boshliq Alimjon Hakimboyev yana bir tuji Xitoy Alimjon Hakimboyev o'zbek cho'chagi tuturdi asli Toshkentlik 3 kishidan tashkillangan yangi o'mak sog' salomat aeroplanda uchib Beijingga berib, Sovet taraf Beijingga yetkazib, eng oxirida yerim qolganini poyez bilan bordi, albatta bosh qismi aeroplan bilan Beijingda Zhou Enlai Mao'ning kutib olishiga erishdi. Eng oxirida siyosiy maslahat kengashining yig'ini qatnashib, Sayfiddin Azizi bu uch viloyat Sharq Turkiston Xinjiang xalqining bu Jungo Kommunistik partiyasining rahbarligiga bo'ysundigan rahbarligida ish olib borganligini e'lon qildi. 49-ayning 25-kun o'lkadagi Gomindang o'lkalik hukumatı vaqt Urumchi hukumatining boshlig'i Burg'an Shahidi, Xitoy qo'shinlarining qo'mondoni Tavsiyo bular AQQdan Kompartiyaga taslim bo'lganlik, Kompartiyaga bo'ysunganlik bayonotnomasini e'lon qildi. Shuning bilan 7 viloyat Xitoy kommunistlarininki hukmronlik ostiga o'tdi desak bo'ldi nomda. Lekin amaliyotda bir donimi Xitoy qo'shinlari kirmadi bu yerga. Shu hamma ishlar bitib bo'lgandan keyin Xitoy Xalq Jamhuriyati e'lon qilinib bo'lgandan keyin oxiri Mao'ning buyrug'i bo'yicha 49-yil 10-oyning 12-kundan boshlab Xitoy qo'shinlari bu Gansuga yig'ilgan Xitoy qo'shinlari arqa-arqadan Sharq Turkistonga yurish qildi. Sovet ittifoqi shu bergan va'dasi bo'yicha 50 danagacha aeroplan chiqarib, Xitoy qo'shinlarining asosi bir diviziyadan ortiq qo'shinni, komandirlarini 10-oydan tortib, 11-oyning oxiri, 12-oyning oxirlarigacha AQQdan Urumchi va boshqa joylarga yo'tkab berdi nurg'un qurol yaroqlari bilan. 10 mingdan ortiq askar, necha ming dona qurol, ig'ir qurollar, anakan harbiy boshliqlar hamma shu Sovetning aeroplanlari bilan kelgan. O'rilishib yordamlashdi. Demak, Sovet ittifoqining qo'llashi, yordami ana har jihatdan, shu jihatdan amaliy qo'llashi bo'lmasa, Xitoy kommunistlarining Sharq Turkistonni ishg'ol qilishi unchalik oson bo'lmagan bo'ladi. Shunda bo'lib, 50-yilgacha bo'lganda 120 minggacha bo'lgan Xitoy qo'shinlari kirib bo'ldi Sharq Turkistonga. Gomindangning hamda nomda 100 ming, amaliyot 60 mingdan 80 minggacha bo'lgan qo'shinimi hammasi Xitoy xalq ozodlik armiyasiga o'zgarib, shunga Xitoy kommunist qo'shinlari bilan birlashib 200 mingdan ortiq Xitoy millatiga tava bo'lgan qo'shin Sharqiy Turkistonda mavjud bo'ldi shu vaqtning o'zida. Milliy armiyami shu buyruq bo'yicha Xitoy xalq ozodlik armiyasining 5-korpusiga o'zgartirildi. 1950-yil 1-oyning 10-kuni ularga bayroq topshirdi. Uning qo'mondonligiga O'ris Leskinni, uning shtab boshlig'iga Tatar Marg'ub Saqovni, uning bosh siyosiy komissarligiga Dong ismli bir Xitoyni, Xitoy Wang Jinning komandirlaridan birisi shuni belgildi. Shuningla asta-asta siyosiy komissarlik sistemasi belgilab 51dan keyin bu Sharq Turkiston armiyasi 5-korpusmi asta-asta o'zgartirilib 54-yil amaldan qoldirildi. Hamda Ahmadjon Qosimiylar demak shu ketib 1949-yil 11-oyninki 1-kuni Sayfiddin Aziz qatorliq bu 3 vakil G'uljiga qaytib kelgandan keyin G'uljida Ahmadjon Qosimiyninki aeroplan qazosiga uchraganlik xabarini 3 oydan keyin xalqqa rasmiy yetkazdi. Uninggacha bu ishlarning hammasi maxfiy saqlangandi. 3 oy xalqdan maxfiy tutilgan, oz sonlik odamlar bilgan odamlarning soni oz, Sayfulloh yo'q va boshqa Leskin bu deganlar shu hukumatdagi bir doiradagi bir qancha odam bilgan, xalq ichiga mish-mish taqalgan, lekin 3 oy xalqdan bilmagan. Xalq hatto 11-oyning 1-kuni Sayfiddinlar G'uljiga kelgan chog'da xalq "Oy Ahmadjon apandimlar qaytib kelibdi" deb 10 minglagan odam G'ulji aerodromiga guldirlab chiqqan, rahbarlarimizni kutib olamiz deb. Qarasa aeroplandan Ahmadjon emas, Sayfiddin Azizi qatorliqlar tushgan. Anadan kelib, shu kuni andan Ahmadjon Qosimiyning uyiga berib, ta'ziya bildirgan, andan ittifoq, shu vaqtdagi Sharq Turkiston ittifoq degan eng oliy markaziy bir siyosiy rahbarlik organ tashkili. Shu organdagi kadrlarni yig'ib, Ahmadjon Qosimiyning o'lganligini uqtirganda Isoqbek qatorliq 5 kishining. Zaldagi butun odamlar, armiya ofitserlar, kadrlar hammasi o'rnidan turib ketgan. Yig'izar mumkin emas bu. Hatto ba'zilar Abdurahim Yusuf degan bir shoir kishi o'rnidan turib, chachrab turib, bu o'risning qiyg'ashi, oxir bizni yana setibdi, yana yo'qotibdi deb vaqirab ketgan.
Hatta G'oljidagi Sovet konsulxonasiga norozilik bildirish harakatlari bo'lgan. G'oljida azroq yig'ilish faoliyatlari bo'lgan, norozilik namoyish shaklidagi faoliyatda. Lekin kengaymagan bu ishlar. Shuning bilan bu vaziyat ana shundoq. Ahmedjon Qosimiylarning jasadi 1950-yili 1-oyda bu 12-oyning 17-kuni Mavzudong boshliq Xitoy vakillari o'miga Stalin bilan kurashgandan keyin Moskvaga berib, 1-oyda Stalin Sayfiddinni Moskvaga chaqirib keldi. Chaqirib kelib, shu Xitoy bilan tuzilgan kelishim moddalarining ichida Xinjiangga oid, Sharq Turkistonga oid bir qancha kelishim moddalarini, o'sha ranglik metal, ko'mir, kon, neft oid kelishimlarni tuzishga Sayfiddin Azizni qo'l qo'ydirgan, uning mas'ul qildigan bo'ldi. Shu vaqtda Xitoy kommunistlar vakillar o'migi ichida, ya'ni Xinjiang vakillar o'migi deydigan vakillar o'migi bo'lgan. Bu qiziqarli yeri. Demak, Mao Zedonglar 2-oyning 14-kundagi Stalin bilan shu kelishim tuzish, Sovet Xitoy do'stlik shartnomasini tuzish maydonida Sayfiddin Aziz qatnashgan. 2-oyning 17-kuni Mao Zedonglar qaytgandan keyin Jo'illaylar bu Sayfiddin Aziz davomli qat qilib, shu neft, ranglik metal kelishimlarini tuzish uchun qat qilib 3-oyning oxirlarida buni tuzib imzolab bo'lgandan keyin ondan qaytib ketgan. Ya'ni bir qancha oy. Mana shu vaqtida Sovet taraf hamma ishlar tutib bo'lgandan keyin Ahmedjon Qosimiy qatorliqlarning jasadi tepilganligi, Olmutaga akelganligini aytgan. Shunga Mao Zedongning o'rinlashtirishi bo'yicha buni G'oljiga qaytarib akitib dafn qilsangiz bo'ldi degandan keyin Sayfiddin Azizlar bular 4-oyda Olmutaga kelib tayyorlab qo'ygan bu jasadlarni shuning bilan 4-oyning 14-kuni 1950-yil 4-oyning 14-kuni G'oljiga akelib G'oljida matam murosimlari bilan 3 kundan keyin 17-chislari deb 17-chilar atrofida G'oljida qayg'u alam matam murosimlari bilan butun xalq texim yana bir qadam yig'zar qilgan. Bularni dafn qilgan. Bularning jasadini kim ko'rgan, qanday bo'lgan, bu haqda har xil ma'lumotlar bor, har xil uchurlar bor. Buni men endi tafsili so'zlasam ayrim narsa bu haqda kitobimning 13-tomida 50-yildan keyingi mana shu voqealar tafsili bayon qilindi. Bu tomdan shuningdan o'qib olsanglar bo'ladi, Xudoyim bo'lsa. Buni ham oldimizda chiqaramiz. Ahmedjon Qosimiy umum xulosalagan chaqda shu vaqtdagi inqilob shoirlari Ziyo Samadi, Abdurauf Mahsum Ibrohimiy, G'ani Botur va boshqalarning hammasining hurmatiga erishgan Sharq Turkiston xalqi so'ygan Sharq Turkiston xalqi rahbarimiz, so'yimlik rahbarimiz deb atagan birdan bir doiy shaxs shu Ahmedjon Qosimiy. Ahmedjon Qosimiy so'z, nutuq, ilm, maqola yozish, harbiy, siyosiy, ma'mur, boshqarish hamma ishlarda kamolatga yetgan bir odam. Yosh bo'lsin, aran 31-32 yoshlik odam bo'lsin, lekin shu vaqtida yosh o'lcham bo'yicha 60 yoshlik odamlarning yosh o'lchamidagi aqldan eshib ketgan ulardiki. Shunchalik bir iqtidorli kishi bo'lgan endi. Ana shu iqtidori bilan, axloq fazilati bilan, kishilik muomillari bilan, insonlik muomillari bilan kishilarning hurmatiga erishgan, har jihatdan pishqon bir rahbar. Yolg'iz siyosiy jihatdan emas. Shu endi Abdurauf Mahsum Ibrohimiy Sharq Turkiston Jumhuriyati bosh kotibi uning bilan bo'lgan suhbatlarimda, ko'p qatimliq suhbatlarimda deydi, Ahmedjon Qosimiydek bir doyini, bir odamni men hayotimda 90 yosh kirdim, hozirgacha hech qanday yerda men ko'rib boqmadim. Ahmedjondan bir islam o'tgan deydi Abdurauf Mahsum Ibrohimiy Sharq Turkiston Jumhuriyatining bosh kotibi, ozodlik tashkilotining a'zosi. Ana shu Ahmedjon Qosimiy bilan birga ishlagan. Men kunda birga tomoq yeyman, birga choy ichaman, atdiganda birga ishlayman, birga o'taman. Bu odamdek bundaq odam yo'q. Bu odam Ahmedjon Qosimiy o'zi o'lsa o'ladigan, boshqalarni o'ltirmaydi deydi. Boshqalar uchun o'zini o'limga tutib beradigan odam deydi. Undaq shaxsiyatchi odam emas deydi. Undaq odamning o'zining xalqiga, millatiga xoinlik qilishi, millati xalqining manfaatidan voz kechishi, uni setish mumkin emas deydi. Shunchalik bir odam deydi. Ziyo Samadi Ahmedjon Qosimiyning sabdish bo'lish sifati bilan ana shu Ahmad Apandi degan romanni oxiri yozib bitdi. Demak, ulardagi bir yuksak bir hurmat, yuksak bir odamga bo'lgan qoyillik bo'lmagan bo'lsa, ular romanni yozmagan bo'ladi, unda bo'lmagan bo'ladi. G'ani Botur Ahmad Apandi o'ldi degan xabarni anglagan kunisi uyiga ho'krab, yig'lab kelib, vaqirab yig'lagan bir ko'rinishlarni tariximiz, shoirlarimiz eslaydi. G'ani Boturdek odamlar uchunmi Ahmad Apandimlar shunchalik yuksak bir o'rinda turgan.
Şu vaqtda bütün xalq shuning uchun 49dan tortib toki hozirgacha Ahmadjon Qosimiylar aeroplan hodisida Beyjingga berib siyosiy kengashchiga qatnashib yangi Jungo qurish yo'lida o'lib ketdi. Bular hammasi yangi Jungo qurmoqchi. Bular kommunist rahbarlardi. Degan ma'vo Xitoy Kompartiyasininki bergan izohatlarga hozirgacha xalq ishonmadi. Xalq hozirgacha Ahmadjon Qosimiyni o'zining rahbari azatlık, erkinlik, hürlük yoldan vazgeçmegen, ahırda azatlık, erkinlik yolunda bir yol izlegen Uygurlar için. Bir çıkış yolunu izlegen, Uygurlarning ahırda bir yolunu izlegen bir adam şu yolda özünün hayatını kurban kıygan bir şahıs dep halkımız şundaq hesaplagan. Şu vaqtdaki bolupmuş inqilab jangchilari, Milliy armiyaning ofitserlari, komandirlari, Sharq Turkiston hukumatining har xil o'rinlardagi rahbariy kadrlari, o'qituvchilar, ziyolilar, sabdoshlar hammasi Ahmadjon Qosimiyni ana shundaq yuqori ko'rgan. Umumiy jihatdan Ahmadjon Qosimiy kim degan savolga mana shundaq javob beramiz. Ya'ni soatlab javob berishimiz mumkin, soatlab so'zlashimiz mumkin, lekin uningga yana u ayrim bir masala. Hamda Ahmadjon Qosimiyninki 42 yıldan ilgirki Sovet İttifaqıda yaşagan hayatı, Sovet İttifaqıda o'qish, boshlang'ich maktab, o'rta maktab, oliy maktablarda o'qish jarayoni, shu yerda xizmat qilgan bo'lsa, xizmat qilish jarayoni va boshqa butun jarayonlarning tafsili aniq xotiralarini bilish uchun Sovet İttifaqıning davlat arxivlarini ko'rish kerak. Ahmadjon Qosimiyning 49 yılı 8 oyda Deki bu Xitay vekil Deng Lichul bilan bo'lgan Urumchidagi G'uljidagi suhbati, keyin uning Olmutaga berishi, keyin bu g'oyib bo'lishi, bularning o'limiga oid bu sirlar bir mutlaq maxfiyatliklar. Bu maxfiyatliklar mana 49 yildan tortib hozirgacha ishonamanki Moskvaning eng cho'nqur bir arxiv xonalarining bir bo'linglarida ichilmas sir shaklida turibdi. Hozirgi xalqaro vaziyat, hozirgi bu Rus-Xitoy ittifoqdoshligi, do'stligi va boshqa nurg'un ehtiyoj xalqaro vaziyat nuqtasini olganda bu narsalarni Ruslarning qo'lida bor bo'lsa-mu, butun narsalarni buni oldirab ular pash qilmaydi. Buni aniq bilish uchun bularning hammasini aniq arxivlarga qarab belgilash kerak. U arxiv hujjatlarni aniq ko'rmay turib, bir odamning shaxsiyati, u odamning nagi tavalligi, u odamning yana bir tarafiga baho berish u hech qanday fakt ko'rmay turib bu to'g'ri emas. Biz uning fakt bo'la oladigan taraflarga, amaliy ahvoliga, amaliy qilgan xizmatlarga, amaliy hayotga qarab turib baho berganimizda, amaliy ishlarimizga qarab Ahmadjon Qosimiy ana shu xalq so'ygan bir rahbar bo'lgan. Bizning nazarimizdagi Ahmadjon Qosimiy Xitoy Kompartiyasi, Xitoy hukumati maqtagan Xitoy hukumatiningki tabirdagi Ahmadjon Qosimiy emas. Uyg'ur xalqining nazaridagi Ahmadjon Qosimiy Xitoy Kompartiyasining Ahmadjon Qosimiy kommunizm jangchisi, yangi Jungo qurish yo'lida vafot bo'lgan Ilxon To'ri qatorliq bu feodal diniy bo'lgunchi kuchlarga qarshi kurash qilgan degan u ta'bir emas. Bizning ta'birimiz Ahmadjon Qosimiy Aşı Ilxon To'ridan keyin Sharqiy Turkiston hukumatining, Sharqiy Turkiston xalqining ozodlik ishlariga, inqilob ishlariga rahbarlik qiluvchi, yetakliguvchi bir arbob. Ahmadjon Qosimiyning siyosiy obrazi, siyosiy kimligi, uning o'rni haqida hatto 47-yil Amerikaning Urumchidagi konsullari, Amerikaningki Nanjingdagi konsullarining, diplomatlarining, hatto G'o'ljaga kelgan, Urumchiga kelgan Amerikaningki jurnalistlarningki bergan baholarmi bor. Ularni yuksak baho berdi. Xitoylarning shu vaqtdagi Nanjingdagi 46-yil 12-oy Nanjingdagi qurultayga borganda, shu Nanjingdagi Xitoyning cho'ng gazetlarining jurnalistlari kelib Ahmadjonni ziyorat qilganda, ularning Ahmadjon haqida aytgan so'zlari bor. Nayt salopatlik, nayt yuqori sifatlik, nayt bilimlik, ajoyib bir sirliq odamni bir qoyil qilgidek bir dahi shaxs ekan deb bergan baholar bor. Yuksak har jihatdan. Ahmadjon Qosimiyning qanchalik qobil odam ekanligiga hatto Jan Keyshimi qoyil bo'lgan Xitoyninki. Umu Jan Keyshini Ahmadjon Qosimiyning boshliq vakillarining bu Nanjingda Xitoyning qurultayida butun Sharq Turkistonni, ya'ni Sharq Turkistonning 7 viloyati, shimoldagi ozod 3 viloyat bilan birlashtirib
Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti degan nomga o'zgartish, buning da diplomatiya huquqini, harbiy huquqni Xitoy markaziy hukumat tutish, qolgan huquqlarning hammani o'zi tutgan, o'zini belgilagan bir yuksak muxtoriyat shaklidagi bir hokimiyat bo'lish talab loyisini rad qilish uchun jangayshilar qattiq kuchigan. Jangayshi o'zining xotirasidan bu jihatda Ahmedjonning nihoyatda qoyilligini aytib, shu ishni to'sib qola olganligidan nihoyat xush bo'lgan. Ahmedjon Qosimiyevni musharqiliq Sharq Turkiston Shinjongni mustaqil qilmoqchi deb qaragan. Shu vaqtda Gomindangning josuslik organlari Ahmedjon Qosimiy, Abdukarim Abbosovlar haqida turli dokladlarni tayyorlagan. Shularning hammasi Ahmedjon Qosimiylar mushu loyini o'ttirib qo'yish orqali Shinjongni mustaqil qilib, butun Shinjongga o'zlari hukmronlik qilmoqchi deb atagan. Hatto 47-yil 7-oyda Turpan Pichan 90 qo'zg'oloni yuz bergan chog'da Songshilan shu vaqtda Xitoy qo'shinlarining qo'mondoni Urumchidagi Ahmedjon butun Sharq Turkistonchilarningki daisi, Sharq Turkistonchilarning rahbari. Hamda u Turpan Pichan 90 qo'zg'olini qo'zg'ab, bizning Urumchi bilan janub oramizdagi bu yo'limizning bo'g'zini kesib tashlab, oxirida o'zlarining butun Sharq Turkistonni egallash, Shinjongni egallash planini amalga oshirmoqchi deb qaragan. Shu vaqtning o'zida hammasi Ahmedjon Qosimiyni mustaqilcha butun 3 viloyatdan halqib, hamda tinchlik, saylam va boshqa shakllar bilan qolgan 7 viloyatni o'zlarining qo'lga kirgizib 3 mustaqil davlat mavjud bo'layotgan 3 viloyat bilan bir gavda qilib olmoqchi bular. Buning oldini olishimiz kerak degan Jang Jejong oldin tat. Jang Jejongning o'zining xotirlaridim deydi. Garchi suhbat amalga oshib bitim tuzilgan bo'lsin, Ahmedjon Qosimiylar muavin rais bo'lib Urumchi tug'an bo'lsa-mu, 3 viloyat il taraf yana ham o'zining burun holatini o'zgartmadi, yana burun qanday bo'lgan bo'lsa shu bitim turib oldi deydi. Boshnayoq Ahmedjon bilan Jang Jejong orasidagi talash tortishlarda mana mushu masala oldingi o'rinda turgan. Ahmedjon Qosimiy aslida Jang Jejong o'ttirib qo'ygan Xinjiang institutini Tianshan universitetiga o'zgartish planiga qarshi chiqqan. Xinjiangga Lanzhou bilan Xinjiang Urumchi oralig'ida temir yo'l yasash, shu vaqtda tunji Lanzhou Xinjiang temir yo'lini yasash loyisini o'ttirib qo'ygan chog'da Ahmedjon Qosimiy buning o'ttirib qarshi chiqqan, keskin qarshi chiqqan, temir yo'l yasamaymiz degan. Tianshan universiteti deb o'zgartishkim bo'lmaydi. O'zgartsak, Xinjiangning nomini o'zgartish masalasida har xil fikr chiqqan. Shu vaqtning o'zida Ahmedjon Qosimiyni o'zgartsak Sharq Turkiston bo'ladi, bo'lmasa undan boshqa nomlarga o'zgartishga bo'lmaydi degan. Jiq talash tortishlar bo'lgan. Buning hammasini ham so'zlasak ayrim masalalar. Songshilan qatorli Xitoy millatchilar shu vaqtda Urumchidagi Jang Jejongni Ahmedjonga bak yo'l qo'ydi. Ahmedjonsiz hech nima qilolmaydi. Har qanday yig'inda Ahmedjonga qarab qaror oldi. Ahmedjon qo'shilmasa hech qanday qadamni bosolmaydi. Bak unga yo'l qo'yibdi. Jang Jejong Ahmedjonning oldida bir mulla mushukka aylanib qoldi deb manda yezishib Xitoylar norozi bo'lgan Jang Jejong. Demak Ahmedjon Qosimiy hukumat yig'inlarida shu birlashma hukumat vaqtida garchi muavin rais bo'lsa-mu Jang Jejongning qo'ygan loyihalarini rad qilib tashlab o'tgan. Jang Jejong bu qolgan Xitoy vakillar hech qanday loyihasini amalga oshirolmagan. Demak, birlashma hukumat davridagi bu 1 yilga yaqin. Buning o'zimi keskin bir istitaksiz siyosiy kurash davri bo'lgan. Buni Jang Jejong bu bir siyosiy urush, istitaksiz siyosiy urush bo'ldi ikki tarafning orasida deydi. Mana shu siyosiy istitakninki urushning bir tarafida Ahmedjon Qosimiy turgan. Endi albatta Ahmedjon Qosimiy banda inson bo'lish sifati bilan uningdan xatoliklar o'tgan, uningdan kamchiliklar bo'lgan, yetersizliklar bo'lgan. U vaqtida aram bir 31 yosh, 34 o'lib ketganda 35 yosh tek yosh bola bo'lganligi uchun nurg'un narsalarni xato bosgan bo'lishi mumkin. Demak, har qanday bir insondagi bir nuqsonlar bo'ladi, kamchiliklar bo'ladi, xato ketgan yerlar bo'ladi. Xato ketgan yerlarni biz olib chiqamiz, qaysi tarafdan xatolashdi deb bekitimiz. O'tkazgan gunohlar bo'lishi mumkin. Biz bir musulmon bo'lish sifati bilan u gunohini qog'ini Alloh o'zi kechirdi. Ammo Ahmedjon Qosimiy shu vaqtdagi Sharq Turkiston xalqining daisi, raisi bo'lgan. Hatto general Isoqbekmi Ahmedjon Qosimiyni doimiz Ahmedjon Qosimiy deb so'zlagan nutqlarida. Mana shunday. Ahmedjon Qosimiy kim degan savolga mana shunday javob beraman. Mening javobim shu.